Va nihoyat oxirgisi va tayyor. Endi mashinam ko'chada sovuqda qolmaydi. Mana shu yerda salqin joyda turadi. Oxirida adashmasam orqa tomonda ikkita bo'sh joy qolib ketdi. O'sha joylarni yopish uchun aytgancha mana bu yerga daraxt kerak. Orqasi-ku mayli, mana bu yerda daraxt bilan yopish kerak birinchi o'rinda. O'rmondan borib daraxt olib kelmasam bo'lmaydi. Daraxt vashshi kerak bo'lyapti. Agar bu yer ochiq qolsa akalar dabdalada ko'ryapsizlar, vashshi xunuk bo'lib turibdi. Gap chiroyli xunukligidan emas, o'zi g'alati-da, silishkim g'alati bo'libdi. Ko'ryapsizlarmi akalar? O'shaning uchun hozir bu yoqdagi daraxtlar bo'lmaydi. Mana bu qora daraxtlar. Qora daraxtni bizga kerak yo'q. Bu daraxtdan sar daraxtdanmi, mana nima deyiladi, обычный daraxtdan. O'sha daraxtdan olib borib qo'yishim kerak, chunki o'sha daraxtdan foydalanilgan. Stop. Nima bu? Qanaqadir sariq narsa yaltirayapti. Quyosh yerga tushib keldimi? Olti assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima qilyapsan? Ber menga oltinni. Bo'ldi hozir brat, lekin bu oltinni men topib olgandim-ku. Mayli, sen topib olsang, baribir bu oltin davlat tomoniga o'tadi, tushunyapsanmi? Mayli, lekin bitta olay, hatto bir tangachasidan. Yo'q, menga berdigandan keyin ber. Mayli hozir. Keyin senga bitta sirni ochaman. Qanaqa sir? Shu yaqin atrofda yana oltin chiqishi kerak. O'sha oltinlarni topa olsang, o'shani qaysidir qismini olib qolsang bo'ladi. Rostdanmi? Ha, rostdan. Aynan qayerda joylashganini bilmayman lekin. Demak, izlab ko'rish kerak. Ha, senga maslahatim izlab topsang o'shani. Yarmini, xullas qanchadir qismini o'zingga, yarmini qanchadir qismini janob bergan va qanchadir qismini bizga berasan. Va shu bilan tugaydi, to'g'rimi? Yo'q, tugamaydi. Tugaydi qarashda hammaga tarqatgandan keyin. Bo'pti. Mayli, farqi yo'q, izlab ko'raman. Topsang zo'rish bo'ladi, lekin borib boyib ketadi hamma. Shu qatorda o'zing ham. Bo'pti, mayli janob. Bo'pti, men idorada bo'laman. Keyin idoraga borib ber menga. Mayli janob, xo'p bo'ladi. Bo'pti. Unda men ketdim. Sog' bo'l, charchama. Bo'pti, omadingni bersin. Mayli, duo ham qilib qo'ymadingiz-da birdan. Qani ilohi amin. Oltinni tezroq top, tezroq boyib ketaylik. Siz oltinni o'zingizga olib qolasizmi? Davlatga topshiraman, davlatimiz boyib ketadi. To'g'ri, lekin o'zingiz olib qolmang lekin. Olib qolmayman, qo'rqma. Mana bu hujjatni olganda imzo qo'yib ber. Imzo nimaga qo'yib berishim kerak? Oltinni sen topdingiz, seni nomingga rasmiylashtiramiz. Manaki. Bo'pti, shoshma, hozir. Berda menga olib ber, qo'lim yetmayapti. Enkaysiz nima qiladi, brat? Eka olmaydigan bo'lib qolganman. Girijingiz bormi? Ha, girija bor. Bo'pti. Mayli, brot, qanday brot debman? Brot emassiz-ku, to'g'rimi? Brat. To'g'ri. Obbo, g'alati gapirib qo'yibdi. Issiq ta'sir qilyaptimi? Obunachilar, nima bu degan gap? Oltinni topishimdan oldin brat yo'q edi. Prosta kelib oltinni endi olaman degan payt yonimda paydo bo'lib qoldi. Brat. Topmadingmi oltinni? Yo'q, hali qayerdan topaman? Hali joyimdan qo'zg'ashga nima deyotgan ulgurganim yo'q. Mayli, topsang olib kelib ber. Mayli, olib borib beraman. Stop. Yashikmi? Demak, oltin mana shu yerda. Damila, oltin demaymiz. Mana shu yerda loy bor ekan. Hozir mana loyda olib tashlayman, loy xalaqit qilyapti. Eshitmasin deyman-da akalar, eshitib qolsa keyin oltin degan gapni eshitganda yugurib keladi. Hozir to'xtanglar-da. Mana loyda hozir chekkaroq qo'yib qo'yish kerak. Loyda ustiga loy yopib qo'yaylik, hech kim ko'rmasin loyni. Loyni kechqurun u yog'ini aytishim shart emas. Qarochi loyni bu yoqqa qo'yamiz. Mana daraxtlarni ekib qo'ysa, mana loy ustiga daraxt eksa dahshat o'sadi loy. Bo'ldi. Endi atrofini loylashtiramiz yana qo'shimcha. Undan qilsak takoy bo'ladi. Daraxt yonga o'sib ketadi, bilmayman, nimadir bo'ladi. Xullas, obunachilar buni hech kim ko'rmadi shekilli. Ko'rgan bo'lsa aytmanglar. Oltin kechqurun kelaman, olib ketaman. Keyin ko'proq oltinim bo'ladi, bilasizlarmi? Tushunyapsizlarmi? Ko'proq oltinim bo'ladi. Ya'ni ko'proq oltin bo'ladi deganda qaysidir qismini menga berasan dedi eshitgan bo'lsanglar. O'sha qaysidir qismini emas, ko'proq qismini o'zimga olib qolaman. To'g'ri, o'zimga olib qolishim noto'g'ri fikr, lekin bir tomondan to'g'ri fikr. Bir tomondan boyib ketaman. Lekin bu yaxshi ish emas. Mayli, ko'raman qisman o'sha politsiyachiga aytaman-da, mana shuncha qismini olib qoldim deyman. Agar yo'q, mayli qaytarib ber bizga desa, mayli qaytarib beraman, o'zimga ko'p qismini olib qolib o'tirmayman. Asta chiqish kerak mabiyalardan. Mana shu yerda vashshi padyom bo'lib yotibdi bor-ku. 4 ta daraxt olib keldim. 3 ta kerak edi menimcha bu yerga. 3 ta kerak ekan. Bittani bilmayman nima qilsam ekan. Adashmasam orqada taxtalik kam joyi bor edi. Ya'ni taxta qo'yish kerak bo'lgan joy. Atak mayli. Hozir kerak emas. Bizga ikkita knopka qo'yib qo'yayin. Orqani yopganmidim ekan? Yopgan bo'lsam kerak shekilli. Bitta knopkani mashaq qo'yamiz. Bittasini esa ichkari tomonga qo'yib qo'yish kerak. Mana bu yerga mana. Tak, buni bosamiz va yopildi. Yopildi mana, yopildi. Chotga.
Ana endi esa короче obunachilar kech tushini kutaman. Kech bo'lgandan keyin o'sha oltinni olib kelaman borib, ya'ni loyni. Endi loy demasa oltin degandan eshitib oldimda paydo bo'lib qolyapti. Ko'ryapsizlarmi? Вообще ayyor bular borib, mayli kech tushguncha polizdagi ishlarni qilib turayin. Keyin esa qorong'ida ehtiyot bo'lish kerak. Borib, lekin qorong'ida oltin adashmasam tovlansa kerak. Tovlangandan ko'rib kelib qolsa, politsiyachi. U ko'pchilik kelib qolsa, qishloqdagi jitellar hamma borsa o'zi uning ichida oltin bormi yo'q bilmadim, lekin politsiyachi aytdi-yu, shu yaqin atrofda yana oltin bor. O'sha oltinni topsang hamma bo'lib ketadi dedi. Shu qatorda o'zi ham bo'lib ketadi. O'shaning uchun ham aytayapti. Agar u o'ziga bir tiyin ham tegmaganida, u oltinlarni menga olgani ham qo'ymasdi, o'zi ham olmasdi. O'sha olish kerak bo'lgan odamlarni chaqirib kelib o'shalarga berib yuborarmidi bilmayman. Da shunaqa qilardi. Ular rejasi shunaqa o'zi. Okey. Lekin ular bir tomondan to'g'ri ish qiladi. Chunki ular pullarni yig'ib qo'yish kerak va u pullar yordamida keyin mana qishlog'imizda o'rtasida yo'llar bor-ku, o'shalar asfalt qilinadi, yangi binolar quriladi, yangi fermalar. Xullas qishlog'imizda zo'r basseynlar yoz issig'ida basseyn quriladi. Obunachilar sizlar basseynga boryapsizlarmi yoz issig'ida? Qanday bo'lyapti issiq? Issiq bo'lyaptimi yo issiq sovuq bo'lyaptimi? O'shani kommentariy yozib qoldiringlar. Issiq bo'lgandan keyin sovuq bo'ladimi? Issiq bo'lgandan keyin issiq bo'ladi-da. Mana takoy normalni ekib qo'ydim. Короче, obunachilarni endi 1 2 3 4 qator ekkanman. Nima balo? Da rostdan ham 3 qator suv qo'ygan bo'lsam 4 qator ekkan bo'laman. Da vashshe borib, polizim ham juda ham katta bo'lib ketgan akalar. Xo'p, hozir mana bu narsalarni shundoq qo'yaman-da, kech tushishini kutib turaman. Kech tushgandan keyin borib oltinjonni olaman, uyga olib kelaman. Keyin esa uni bo'lib chiqish kerak. Janob merga qanchadir, politsiyachiga qanchadir, yana kimlargadir qanchadirdan. Nima qilsam ekan, kechgacha vaqtni qandaydir o'tkazish kerak. Nimadir qilib o'tkazishim kerak-da, obunachilar. Bomchi qayerda ekan? Do'kon ochib bergan, do'koni ketdimikan? Menimcha rostdan ham do'koni ketganmi yoki bilmayman, xullas atrofda ko'rinmayapti. Janob mer yoniga boray. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, nima deysan jon, nima gap? Poliz ekinlarni olib kelgandim. Ha, har doim qiladigan ishing-ku. Shuni aytyapman. Ha, mayli, qo'yib qo'y joyiga. Shu taxlamay qo'ysam bo'lmaydimi? Mana shu vaqtim ketib qolyapti shuni taxlashga borib janob mer. Yo'q, taxlamasang bo'lmaydi, taxlab qo'y. Ha, mayli, hozir taxlayapman mana. Tak, sabzi birinchi qatorga qo'yish kerak. Tak, birinchi qator. Va mana kartoshkani ikkinchi qatoriga qo'yamiz. To'xtanglar, uni nima bunaqa bo'lib qoldi? Stop, buni bu yoqqa. Buni olib kelib mana bu yoqqa. Kartoshka yana bir qator, bu qator buzilib qolar ekan. Mayli, chiroyli qilib bir qator qilmoqchi edim, buzilib qoldi. Qara, kim shuni chiroyiga qarab o'tiradi? Indamay turaveradi. Ha, mayli bo'lmasa janob mer, men ketdim unda. Mayli, yaxshi bor. O ana galim nimadir qarab turuvdi-yu, u yoqqa qarab oldi. Menimcha ular urushyapti. Nimaga urushyapti? Qarab o'tirmaysiz, politsiya chaqirish kerak. Politsiya yo'q, chaqira olmayapman. Chaqiring, telefon qiling, telefoningiz yo'qmi? Yo'q, telefonim yo'q, gadayman. Ha, gal. Oho, namcha qishloqda jitil ko'paygan, hammasi qiziqib kelib, janob mer uyini atrofiga to'dalanib olgan. Menimcha shular nimanidir rejalashtiryaptimi deyman-da. Mayli, ish qilib oltin borligini bilib qolmagan bo'lsin-da. Keyin oltinga sherik ko'payadi. Buncha sherikni nima qilaman keyin? Bularni ko'rsatmasligim kerak oltin borligini. Aytibman, sherik ko'paysa dabdala bo'lib ketadi akalar. Xo'p, kech tushishini mana shu bo'yimda, qo'shimcha uyimda kutib turaymikan? Mayli, shu yerda kutaman, короче. Kech tushdi boru, obunachilar ana endi ovga chiqamiz, ya'ni kechasi tunda nima qilish mumkin bilasizlarmi? Конечно, kecha ko'rib qo'ygan oltinimni borib olib kelaman hozir. Keyin ertalab bo'lgandan keyin tarqatib chiqaman hammaga, anoviga, politsiyachiga, janob merga, boshqalariga hammaga tarqatib chiqaman. Yopamiz. Nima, eshigim g'alati, eshigim ham sezyapti, meni yomon ish qilmoqchi bo'layotganimda. Atak yomon ish qilmaslikni maslahat beraman sizlarga, chunki yomon ish bu yomon ish degani. Yomon ish qilgan bo'lsang, qamalasan deylik. Qamalib ketishlar mumkin, o'shaning uchun juda ehtiyot bo'linglar. Men bu ishni qilayotganim sababi politsiyachini o'zi aytdi-yu, qisman o'zingga olib qolishing mumkin, chunki sen topganing uchun o'zingga olib qolasan dedi. Qayoqda edi? Qorong'ida baloni ham ko'rayotganim yo'q, to'g'risi obunachilar bor-ku. Realni hech narsa ko'rmayapti. Qani edi? Qayoqqa qo'yib ketgandimi? Shu yaqin atrofda bo'lish kerak. Qayerda edi? Obbo, yo'qotib qo'ygan bo'lsam nahotki? Obbo, yo'qolib qo'ygan bo'lsa, nahotki oltinlar yo'qolib qolmagan bo'lsa, mana bu yerda ekan. Bo'ldi, buzamiz bu yerni, to'xtanglar. Tak, buzil, davay. Buzil, nima buzilmayapti? Mana buzildi, yaxshi. Endi buni sindiramiz. Nima sinmayapti?
ochilmayapti nimagadir. Hozir mayli, hozir. Ochilish, mana ochildi. Yo'q, yo'q narsani o'zi yo'q obunachilar bu yerda. Butun olamda narsasi bormi? Hammasini olaman, короче. Hammasini olib ketaman bu yerda. Oltin gilam, oltin seyf, oltin moshin, oltin pistolet, oltin hassa, oltin asalarning uyasi, oltin blok, oltin, hammasi oltindan. Yo'q, вообще bor-u. Bo'ldi, hozir buni oltin tapor, oltin miz, yana nimadir narsalar. Hozir olib borib buni janob mer bilan ana politsiyachiga beraman. Birortasi ham kerak emas obunachilar. Men yomon ish qilmayman, tushundinglarmi? Yomon ish qilganini qalami sinsin.